Assalomu alaykum. Mana hozir shunday bemor bilan birga o'tiribmiz. Ko'ryapsiz, bitta o'zi bilan shug'ullanyapmiz. Chunki ko'pchilik bilan bu kishi nima qila olmaydi, tortib keta olmaydi. Hozir qanchanchi kun? Bu dars juda ham ko'p dars. Kuni bilan 2 kun dars o'tildi bu kishiga. Bu 2 kunning o'zida 5 kunlik darsini o'tib ketdi, nima qilib. Ertadan kechgacha o'tildi. Mana birinchi kunga kelganda umuman manaqa nafas olish qiyin. Men o'zim birinchi ko'rgan paytimda nihoyatga shu kishi eplab ketadi degan deb salmanda shubha bilan qaragan edim. Barabar bu kishi juda ham o'qimishli odam, oilaning farzandi. Bu narsani birdaniga ilib ketdi. Endi joniga tekkan, qiynalgan 30 yildan ko'p. Bu yer bu nafas qisib qiynalganda, ko'rmagan, bolnitsasi qolmagan, sanatoriyasi qolmagan. Bu dori bilan shunchalik bu tanani atrovit qilgan. Bu dorilar cho'kkan, albatta endi buni ko'p kasal bo'lgan odamlar uni biladi. Mana hozir biz diafragma eng asosiy mashqlardan biri, mana bu yerda parda bor, diafragma degan. Ana shu pardani agar qo'zg'atishni eplasa, birinchi kun eplay olmaydi, qatib qolgan edi. Mana shu qo'zg'alishi bilan yana kamda bir 20-30% ga ahvoli yaxshilanadi. Bu kishi hali pristupni qaytaradigan mashqlarni hammasini biladi, pristupni bemalol qaytaradi. Hozir hech qanaqangi deyarli ingalat bir marta ishlatasan bayaning, bu ham pristup payti emas, prosta gormonlar bo'lgani uchun haligi ingalyatordan foydalanadi. Hatta unaqa pristuplar yo'q hozir. To'g'rimi? Sal yaqinroq o'tir. Oldinda o pristuplar umuman yo'q. Hozir bu kishiga ham tashlab berish uchun video qilyapmiz. Bahonada mana sizlarga ham tashlab beramiz. Mana qarang, diafragma bilan shug'ullandi. Diafragmaning birinchi mashqini qanday qildi? Diafragma mana bu, e'tibor bilan tinglanglar. Birinchi mashqini o'quvchi bu kishi o'qiydi, faqat o'qib keyin shug'ullanadi. Yo'q, eng birinchisini u oldin bu boshqa oxiri bu. Mana har kuni qiladi bu diafragmani. Diafragmaning mashqlarini ovqat yegandan kamida 2-3 soat o'tgandan qilish kerak. Och qoringa qilish kerak. Eng yaxshi nafas bilan shug'ullanish uchun eng yaxshi vaqt ertalab 4 dan 6 gacha. Namozdan 1 soat oldin, mana 5 vaqt namozdan 1 soat oldin nima qiling? Ana shu eng zo'r vaqt. Birinchisini qanday qilding? Zo'rlab nafas chiqaramiz, havo o'zi kirishi kerak. Mana qarang, qo'lni berib qo'yib turadi-da, mana diafragma nimasiga. Ana men hozir o'zi mana shunday bajarib qilsangiz bo'ladi. Birdaniga risk mana degan paytda bu diafragma shunday yuqoriga chiqadi. Nafas o'pkani qisadagi havoni zo'rlab tashqari chiqarib yuboradi. Lekin qaytayotgan paytda diafragma qaytayotgan paytda sekin havoni tortib oladi. Demak, diafragma o'z kuchidan, tabiiy kuchidan foydalanadi. Zo'r boshlanishda bu kuchi bunaqa. To'g'rimi? Hammasi oldida gapiryapman. Mana qanday nafas oladi. To'g'rimi? Mana shunday qilib nafas oladi. Diafragma sekin-sekin hali bu kishi bu halvo. Bu kishini hozir pristuplar yo'q bo'ldi, nima ancha vaqtgacha bemalol yura oladi. Bu o'rganyapti. U uyda hali buni hammasini bajaradi-ku. Mana birinchi mashq, mana qara, o'zing ham yaxshi esda saqlab qol. Mana birdan nafas qildingiz uni. Havo o'z kirishiga erishish kerak. Buni ko'p qilyapsan, to'g'rimi? Ikkinchisi, eslab qolinglar, ba'zi ikkinchi mashqqa o'tdik. 1-2 deb silib chiqaramiz. 1-2-3 deb nafas olamiz. Nafasni qisqa 1-2 taxminan 1-2 deb chiqaradi, reski majburiy. Nafas olish, nafas chiqarish hamma vaqt majburiy qilaversangiz bo'ladi. Bundan hech qanday kasallik nima qilmaydi. Lekin nafas olishda ehtiyot bo'lish kerak. Bu qanday qiladi? Qisqa qiladi. 1-2 deb nafas chiqaramiz deyapti. 4 gacha deb nafas olamiz deyapti. Mana qisqa chiqardi. Taxminan 1-2 deb sekin 1-2 3 4 deb shu paytda ko'zni yumib kirayotgan havoni, o'pkaga kirayotgan havoni fiksировать qiladi. Sekin-sekin odamning aqli kirayotgan havoni kontrol qilishni o'rgana boshlasa, keyin mana shu havoni chap o'pkaga, o'ng o'pkaga bemalol yuboradigan bo'ladi. Mana yuboryapti-ku.
Keyingisi 3. mashqni o'qi. Charchagan itday. Yo'q, ungacha bor qancha? Yo'qmi? Ikki qo'lni qoringa qo'yib nafas chiqargan paytda qo'llarimiz bilan ichkariga itadi. Qorinni. Tushundim. Mana bu kishi birinchi vaqtda ovoz umuman sekin, juda ham sekin chiqadi. Hozir sal bunaqa tanaga kuch kelgandan keyin ovoz chiqadi. Mana 10 kundan keyin ko'rasizlar, bu menday bo'lmasa ham har holda bir o yoshligidan bir 50% ovoz qaytadi. Kunlik ovozini qaytyaptimi? Ovoz bemalol chiqyapti. Chunki ovozga ko'p mashqlar qiladi tomoq uchun. Bu mashq qanaqa qilish kerak? Manaqa nafas chiqargan paytda agar qo'l bilan yordam bersa, bu diafragma qarning tepa qismi-ku. Demak, mana qo'l bilan deb qarni yuborib tepaga ko'taradigan bo'lsa, diafragmani yuqori ko'taradi, nafas chiqargan paytda ko'proq havo chiqadi. Keyin qarni sekin qaytarsa, sekinlik bilan havo kiradi. Ana shu havo eng shifobaxsh havo diafragma tartib o'z oqimi bilan kirgan havo. Biz ana shunga tabiat saqlaymiz, ana shunga erishyapmiz. Mashqlar juda ham ko'p bu kishiga o'rgatiladigan. Men bu hozir biz sizlarga ko'rsatyapmiz, mana shu internetdan ko'rib qisman nima. Yana bir narsani unutmang. Bu diafragma mashqlaridan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Va iloji boricha bironta o'qituvchi bilan shug'ullanish kerak. Chunki bu mashqlarning hammasi davleniyani ko'taradi azmas. Men bu kishini o'zim qarab kontrol qilib hammasini yozdirganman. Bu kishi o'z normasini biladi. Bitta odam bilan shug'ullanyapman axir. Bu kishiga juda ham foizli. Bitta o'zi bilan shuncha nima qilyapmiz. Keyingisini o'qing. Keyin nafas. Yo'q, boya diafragmaning qo'shimchasi. Yana bir ikkita mashq ko'rsatamiz bo'ldi shu bilan. Qanday ovozini chiqarib o'qing. Charchagan itlarday nafas oladi. Charchagan itlar qanday nafas oladi? Mana. Buni yogada bxastrika deydi. Bxastrika. Kapablatkati deganlar bor. Bxramari deganlar bor. Men sizlarga nomini aytmayapman. Ana bu mana xuddi charchagan itdan bu kishi ovoz og'izdan chiqaradi mana. Ya burnidan chiqaradimi? Mana. Ya. Bu bitta. Buni ham ko'p shug'ullanib bo'lmaydi. Bu pastdagi quvvatni tepaga boshqab chiqadi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Keyin xuddi charchagan itday mana. Bu issiq sovuq uchun zo'r. Bu mashqlar hammasini bir ishlaganda 5-7 minutdan ortiq ishlamaydi. Bu kishi ham biladi. Lekin 5-7 minutdan 10-15 marta ishlaydi. Juda ham harakat